Mavlud oyida umra safariga bormoqchimisiz? Inshaalloh Centrum Holdings kompaniyasi Mavlud oyida Xudo xolasa sizni Madina Munavvarada Rasulullohning huzurlarida ibodatlar qilib, Rasululloh bilan salomlar berib aytishadi-yu, Rasulullohga salom bersangiz, salomingizga alik oladilar deylar. Xudo xolasa borganlar bo'lsa, buni mazasini tatib ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada bitta yozib o'tib keting. Xudo xolasa sizga yanada aniqroq ma'lumot, yanada aniqroq tur firmadan Centrum Holdings kompaniyasidan sizga ma'lumot olib berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xo'p, qarang do'stim, yoningizda daftar bo'lmasligi mumkin. Lekin kommentariy ham ochiq. Kirib, o'z kim bilan bormoqsiz? O'sha narsalar yozib o'tib keting. Niyat yozilgan narsa albatta amalga oshadi, Xudo xolasa. Xolaka, hozirgi paytda Centrum Holdings kompaniyasining nechta viloyatdan reyslari bor? Hozirgi paytda 5 ta viloyatlari Toshkent shahridan reyslarimiz bor. Bular Samarqand, Termiz, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridan, asosiysi Toshkent shahridan. Toshkent shahridan. Xo'p, qolaka Madina Munavvaradagi Makka Mukarramadagi gостиницаlar masofasi va necha mahal milliy va turistik qanaqa taomlar bo'ladi? Shularning haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, Madina Munavvarada 200 metr oralig'ida markaziyada joylashgan 4 yulduzli mehmonxonamiz. 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Madina Munavvarada. Madina Munavvarada. Makka Mukarramada 800-1 kilometr oralig'idagi mehmonxonalarimiz. Xo'p, Ajiyat ko'chasi va Ibrohim Halil ko'chalarida joylashgan 3-4 yulduzli mehmonxonalar 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. 3 mahal o'zbek. O'zimizda o'zbek oshpazlar pishiradi. Qolaka o'zi yana bitta savol. Mayli odam o'zi ovqatlangani bormaydi u joyga. Yo'q, shunaqa yo'q. Istimal chiqayotdi, duo qilib, kommentariyga kirib, kam sog' bo'lgan, umra safari chiqarishga to'xtamagan degan yaxshi niyatlar qilib ketasiz degan umiddaman. Kishi kecha bugundan beri jicha olganda grip istimal aralash. Nimadir bo'lyapman. Xo'p, yana sizga davom etamiz. Uzr, o'zim dardim haqida aytib o'rdim sizga. Sizga yaqin olaman-da, mana obunachimsiz, shuning uchun. Qarang, qoraka, hamma Rasulullohning huzuriga, Makka, Madina Munavvaraga yetib borganimdan keyin Rasulullohning huzuriga kirib, Ravza Munavvarada 2 rakat namoz o'qib olay degan umid, orzular bilan borishadi. Ular borishgandan so'ng Ravza Munavvaraga olib kirish bormi, yo'qmi? Xo'p, Xudo xolasa Ravza Munavvaraga hozir bilsangiz agar ochirat bilan olib kiradi. Hamma yo'qda, hamma joyda. Xo'p, shuni biz reysdan 2 kun yoki 1 kun oldin o'sha Ravza Munavvaraga kirish uchun to'plangan odamlarning ma'lumotlarini jo'natamiz. Misol uchun 350 ta bo'lishi mumkin bitta samolyotda. 350 ta odamning ma'lumoti o'sha Ravza Munavvaraga kirish uchun ochirat olinadi. Inshaalloh olib kirib chiqamiz. 100%. Xudo xolasa. Siz qaysi tur firmadan borgansiz? Yoki qaysi tur firmadan bormoqchisiz? Kommentariyaga yozib o'tib keting. Xudo xolasa, sizning kommentariyalarningizni har birini o'qib, har biriga javob berishga harakat qilamiz inshaalloh. Xo'p, qoraga yana bitta savol, aravacha muammosi. Aravachada qanaqa bo'ladi? Keyin narxlariga o'tamiz, xudo xolasa. Xo'p, aravacha agar misol uchun u aravachadagi inson постоянный aravachada yuradigan bo'lsa, aravachasi umuman iloji bo'lmasa, aravachani olganlari ma'qul. Bu samolyotda bagaj hisobiga o'tmaydi. Bagaj hisobiga o'tmaydi. Aeroportda ham samolyotga chiqquncha o'sha aravachasida chiqadi. Samolyotga chiqib bo'lgandan keyin bagajga alohida joylashadi. Ag'da tushiryapman, birinchi o'sha aravachani olib berishadi. Aravachaga joylab, yana tushiradi. Bu bagaj hisobiga kirmaydi. Umuman alohida narsa. Alohida narsa. Xo'p. Do'stlar, xudo xolasa sizlarga o'zi eng asosiysi gapni indallosiga keladigan bo'lsa, narxiga yetib keldik. Qoraka hozirgi paytda nechta viloyatdan qaysidan narxlarimiz bo'lyapti? Xo'p, hozirgi paytda o'sha 5 ta viloyatlarimizdan 1080 dollardan bo'lyapti. Toshkent shahridan 1030 dollardan. Toshkent shahridan 1030 dollardan bo'lyapti. Xo'p. Inshaalloh do'stlar, narxlar qimmat emas, chunki o'tgan yildagi masofatdagi mavsumdagi reyslar 1100 dollar, 1150 dollar atrofida chiqqan. Bundan ham tushib beradi degan umiddaman. Qoraga 1080 dan ham bemalol quyidagi raqamlarga aloqa qiling. Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Qorakam o'zlari 24 ga 7 ishlashadi, xudo xolasa. Aloqaga chiqib o'z joylarini bron qilsa ham bo'ladi. O'z yong'inlarni, havolar aynishni boshladi. Endi mavsum boshlandi degan umiddaman inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizda yangi bo'ladigan podpisatsiyaga tugmani bosib qo'ying. Kommentariyaga kirib o'z fikringizni belgilab qo'ying. Inshaalloh siz umra safariga bormasangiz, kimlarga borishiga sherik bo'lib qolishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like chiqmasin.